ozgina bildiraman. Erim hozir lecheniyadalar. Ya'ni o'sha hech qanaqa qaysidir nogironlik boshqa emas. Unga ham mana shu narsa ta'sir qilib, bizga yomon ko'rsatdi va bu narsa tezgina oyoqqa turadilar, xudo xolasa. Men bilaman 100%. Ya'ni joni sog', главный. Va men baribirga ham erim unaqa vaziyatida Instagramda lupalaqishdan qila olmayman. Hozir ham biz birga edik, boshqa edi. Haqiqatda даже hamma joy gullarga to'la, uylarim, boshqa. Men ularni olib chiqa olmayman, chunki men shu darajada qo'rqdim ko'zdan, shu darajada qo'yinglar o'z hayotimga 1-2 oy yashab olay. Shu erim bilan niyatlarimizga erishib olaylik, ko'rsataman. Qichib ketayotgan bo'lsa bir joylaring achishtirib o'tirasanlar keyin. Biz Diloshan bilan maza qilib dengiz bo'yida yurib keldik. Shu dengiz havosida yurish bu eng katta vitamin. Shunaqa maza bo'ldi. Bilasizlarmi nima? O'zi shunaqa dam olishim kerak ekan. Rosa charchab ketgan ekanman, maza qilib dam olaman. Xudo xolasa erim yonimga kelganlaridan keyin ayrim hozir Instagramda ig'vo tarqatayotgan sochkalar bor-ku, tayyor turinglar. Og'ir savol javob bo'ladi sizlar uchun, og'ir. Asli kimligini bilasizlar, sizlar o'ylayapsizlar qaytib kelmaydi, o'lib ketdi. Muslim tirik. Shunaqa savol javobga tayyor turinglarki, u insonning kimligini yaxshi bilasizlar, lekin sizlar o'ylayapsizlar bo'ldi, tamom bo'ldi. Shunaqa savol javob bo'ladi. Men qiynalib ketyapman u savol javoblarni qilishni o'ylasam, sizlar bilan bo'layotganda. Shu rahmdilligim bor. Ish qilib nima bo'lsa ham o'sha paytda mayli, jonim kechir shularni, affet devormaydi. Shunaqa.